Her kim ölüdü. Lekin her kim yaşamaydı. Yaşaş üçün ölümünü düşünmek gerek. Ölümünü düşüngenler hayatını güzel yaşadı. Undaqda tövendeki sadakat, samimiyet ülgüsü bolğan 65 yıl Quddusda qaravulluqda turgan Şirmet boyayının hikayesini anlayın. 1972 yılı Türkiye'den bazı siyasetçiler ve amaldorlar atalmış İsrailiyada resmen ziyaret buldu. Yaş bir muhbirmo vaqaliklarni yaqinni kuzish uchun ular bilan birlikteydi. Ziyaretin 4. günü sayohat nuqtalarini sayohat qilishga boshlagandi. Guruh sifatida Aqsa masjidiga bordi. Muxbir masjid o'ylisida 90 yoshlar chammasidagi kuchisiga o'zidanmi ko'nroq har bir yerga yamoq tushgan, hatto ba'zi yamoqlarning ustiga yamoq selingan Osmoniy xilofat askarining formasini kiygan bir kishining o'rturgan holatda masjid o'ylisida turganligini ko'rdi. Va ichida bu yashangan odam buncha issiqda nimaga o'rturdigando deb o'ylaydi. Va ularni boshlab mangan sayohat yetakchisidan so'raydi. Bu kim bo'ldi? Yetakchi, "Men bilmayman. Men aqlimni bilsam, har kun mush yer kelib, kechgacha turib ketib qoldi. Hech kim bilan paranglashmaydi va anglamaydi. Balkim sarang bo'lishi mumkin" deb javob berdi. Muxbir bu voqeani tasvirlab mundaq deydi. "Bir kishi buncha issiqda bekordan bekorga bu yerda turmas" dedim ichimda. Uningga so'z qilaymi deb o'ylanib qoldim. Oxiri uningga yaqinlashdim. Bovay uningga yaqinlashganligimni sezdi. Lekin o'rnidan qimirlamadi. "Assalomu alaykum baba" dedim turkcha talaffuzda. Uning qo'rq bosgan ko'zlari yo'g'inab, tengirqab qoldi va titrak bosgan ovozda "Alaykum salom ulum" dedi sap Anadolu talaffuzda. Qo'lini tutdim va so'ydim. "Yaxshimi dada? Bu yerda nima qilyapsiz?" dedim men. "Men" dedi titrgan ovozda. "Men Osmoniy armiyasi Quddusdan ayrilganda bu yer qo'yilgan Quddusni qo'g'duvchi 20-korpus 36-batalyon 8-bo'limning 11-ig'ir qurol qismining komandiri 15 Asad." Uning titrgan ovozi yosh bir yigitning jaronlik ovoziga o'zgargandi go'yo. "Men Idirli Hasan. Bizning atrofimiz dunyo urushida Kanal frontida inglizlarga hujum qildi. Qadrli qo'shinimiz jangda mag'lubiyat kuchirdi. Faqat orqaga chekilishimiz kerak edi. Ajdodlar yodgor tuproqlar bir-birlab qo'ldan ketadi. Amdilikda inglizlar Quddusga yetib keldi. Quddus shahrini ishg'ol qildi. Biz bo'lsak Aqsa masjidini qo'g'duvchi sifatida qilib qoldik. Bizning bu guruhda 53 nafar askar bor edi. Urushdan keyin armiyamizning tarqatib etilganligi xabar keldi. Beshimizda 105 bor edi. O shundoq dedi. "Azmatlarim, davlatimiz mushkul bir vaziyatda. Sharafli qo'shinimiz tarqatib etildi. Meni Istanbulga chaqirdi. Ketishim kerak. Ketmasam, urush to'xtatish amriga bo'ysunmagan, amirga itoatsizlik qilgan bo'lman. Sizlardan xohlaganinglar yurtda qaysi bo'ldi. Lekin mening so'zimni anglasanglar, sizlarga bir talabim bor. Quddus bizga Sultan Selim xonning yodgori. Sizlar bu yerda ribotinglarni davomlashtiringlar. Keyinchi xalq Osmoniylarmi ketdi? Buningdan keyin holimiz nima bo'lar demisiniz? Koinotning faxriy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning tunji qiblasini Osmoniylarmi tark qilsa, kofirlarga bayramdir. Sizlar islomning izzat hurmatining, Osmoniy xilofatining shon sharfining kofirlar oyoq ostida debsam bo'lishiga yo'l qo'ymanglar. Bu atrat Quddusda qoldi. Osmoniylar inglizlar Quddusga kirganda muborak joy talon-taroj qilinmasin deb bir guruh askarni Quddusda qo'yib qo'ydi. İngilizlarmi Quddus ishg'ol qilinganida xalq isyon ko'tarmasin deb kichik bir guruhining Quddusda qilishini xohlaydi. Bovay so'zni davomlashtirib, atrofdagi a'zolar bir-birlab yillarning qo'ynida Allohning rahmatiga ulashdi. Faqat men yolg'iz qoldim dedi. Manglaydan oqqan ter ko'z yoshlari bilan birlashib, sirg'ib shuvatadi. Va men qarab shundoq dedi. "O'g'lim, sana bir omonat bor. Necha yildan beri saqlayapman. Sana bersam, egisiga topshirilarmikin?" dedi. "Albatta topshirildi" dedim. U Turkiyaga xabar avatish uchun birsini saqlayotgan edi. Anadoluga borganimda Tokatdan o'tganda meni Aqsa masjidini qo'g'dash vazifasiga tayinlab, bu yerni menga omonat qo'ygan 105 Mustafoni yiniq berib, qo'llariga mening o'rnimda so'ydi
va Quddusni qo'g'dayotgan 11-ig'ir tipli qurolli qismining komandiri 15 Hasan shu kundan bugungacha siz qo'ygan yerda vazifasi ustidir. Qarovullikni tashlab qo'ymadi. Dokulat tamomlandi. Xayrli duolaringizni saqlayotman qo'mondonim degan dedi. Tamam dedim. Bir tarafdan ko'z yoshlarimni yoshirishga, bir tarafdan so'zlarni xotirlashga kirishyapti. 15 Hasan 57 yildan buyon Aqsa masjidida qarovullik qilyapti. Qo'rilgan qo'llarini quchoqladim. Keyin qo'llariga so'ydim. Keyin Allohga omonat dedim. Salomat bo'l o'g'lim. Biz uchun bu muborak Anadolu'ni ko'zimiz bilan ko'rish nasib bo'lmas. Barg'an, berib, to'nagan to'nimganlarga salom aytqin dedi. Go'yoki butun tariximiz kitoblardan jalanib oldimga chiqqan. Sayohat yetakchisiga holatni tushundirdi. U ishonolmay qoldi. Va uningga agar bu bo'yga bir ish bo'lsa, men xabar qilgin deb adresimni qoldirdim. Turkiyaga kelib, va'damga asosan Tokatga bordim. Askariy tizimliklardan 105 Mustafa apandimning izini topdim. Vafot bo'lganiga yillar bo'lgan edi. Omonatni topshirilmagan edi. Orqadan yillar bir-birini qo'g'lab o'taverdi. 1982-yili bir kuni O'rganga borganimda bir telegrafning borligini dedi. Uningda ayni yillardagi sayohat yetakchisidan kelgan bir jumla yozilgan edi. Aqsa masjidini saqlayotgan oxirgi Osmoniy askari bildirildi. Shundoq u vazifasini o'rnatdi. Va shundoqla qanchilgan issiq sovuq, qanchilgan qonliq kunlarga shohid bo'ldi. Endi u orom olish kerak edi. Hech kimning xabari bo'lmagan bu atrat hayotining oxirgi nafaslariga qadar Quddusda hayotini davomlashtirdi. Bu ulug'vor vazifani oxirgacha o'rnagan sodiq xizmatlar shu davrdagi kishilar tarafidan unutildi. Lekin ummat ularni bugun seg'inish, hurmat, minnatdorlik bilan eslamoqda. Qani undaqda ey musulmon, siz bugun islom ummatining qaytadan izzatli kunlar qaytib, qorliq kishilarni ilib tashlash uchun qaysi vazifani ustingizga oldingiz? Men Osmoniy armiyasi 20-korpus 36-batalyon 8-bo'limning Quddusni qo'g'dayotgan 11-ig'ir tipli qurolli qismining komandiri 15 Hasan. Shu kundan bugungacha siz qo'ygan yerda vazifasi ustidir. Qarovullikni tashlab qo'ymadi. Dokulat tomonidan